Rohil opa, klientlaringizga nimalar beryapsiz? Bir oyda 8 kilo, 10 kilogacha vес tashlayapti. Setrojan ketdik, men sizga ko'rsataman. Ketdik. Rohil opa, aytib o'ting, kimlarga qaysi nabor to'g'ri kelishini, homiladorlarga ham o'zining naborlari bor-ku. Albatta, Setrojan sizni podpischiklaringiz uchun bo'lsa Setorani podpischiklariga bo'lsin deb 20 kunlik setimiz rublga 9700 rubl, Setorani podpischiklari uchun 8,5 ming rublga 10 kilo 12 kilogacha yozadigan nabor. 10 kunlik nabor so'raganlarimiz uchun bemalol 5000 rublga olib beraman. Emiziklar uchun 6000 rubl bo'ladi. Homiladorlar uchun 6,5 ming rubl bo'ladi. Kollagenlarimiz skidkada har doim soch tushini to'xtatadigan sustavlaringiz uchun 5800 rubl 5000 ga olib beraman Setorani podpischiklari uchun. Do'stlar, foydalanib qoling. Dastavkalar hamma joyga dastavka besplatniy qiladi. Rohil opa, bu uzun market, Wildberries'larda, Azonlarda bor. Ular original emas deb eshitdim. Shu gapga qanday qaraysiz? 100% to'g'ri. Setrojan inson salomatligi hamma narsadan ustun bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ularga rezultat bo'lmaydi. Agar 10 ming rublik olsa ham, nima deydi, umuman rezultat bo'lmaydi. Mendan 1000 rublik narsa olsa ham rezultat bo'ladi. Ko'ryapsiz, ofis, alhamdulillah, ofislarimiz ham kelib bo'lar ekan. Bemalol nakladnoylari bilan jo'natib beraman Setrojan. Men nogi odamga rezultatga chiqarmaguncha qo'ymayman. Bo'ldi do'stlar, bemalol ishonib, Rossiyani hamma joyiga, O'zbekiston, даже Amerikaga ham jo'natib berdingiz. Bugun Hindistonga jo'natdik. Do'stlar, Dubai, gazini bosinglar, qipcha bel bo'lamiz birga.